Assalomu alaykum azizlarimiz, tabarik zotlar. Bizda ba'zan shunaqa holatlar bo'ladiki, bir aziz insonlar bilan diydorlashganimizda ularning qimmatli suhbatlarini sizlar bilan bo'lishimiz kelib qoladi. Bugungi kunda siz bilan biz bilan diydorlashadigan bir aziz inson, Allohning marhamati izni bilan yaratilgan binokor degan bir buyuk kasbning muharriri deyish mumkin. Bir ajib ijodkori deyish mumkin. Toshpo'lat aka bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Hazrat Amir Temur bobomiz aytadilarki, bizning kimligimizni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning salohiyatimizni nazar solmoqchi bo'lsangiz, biz qurgan imoratlarga qarang dedilar. Hozir siz bilan diydorlashadigan, siz biz bilan suhbatlashadigan aziz inson Toshpo'lat aka shu ulug' binokorlardan biri hisoblanadi. Bu tabarruk zot, bu aziz inson O'zbekistonimizni bugungi kunigacha juda katta imkoniyatlar darajasidagi olamshumul ishlar bilan shug'ullangan va o'sha juda katta bobo kalonlarimizni bugungi kungacha bizni ko'zlarimizni quvontiradigan darajada chiroyli salobat saqlab turgan, salobatini sizu bizga sayqalini ko'rsatib turgan Samarqandda azimday bir ulug' maskanlarda ulug' ijodlar qilgan inson. Chunki Samarqand sayqali ruhi zamin ast, Buxoro quvvati islomiy din ast deyilganda ruhi zaminning sayqali bo'lmish Samarqandda azimda shunaqa ulug' bir binokorlik ishlarini qilganlar. Yaxshisi Toshpo'lat akamiz o'zlari haqida tanishtirib, o'zlarini mana shu olam shumul ijodlarini, ishlarini, binokorlik sohasidagi salohiyatli, bugun ko'zlarni quvontiradigan darajadagi ishlarni siz bizga aytib bersinlar. Biz siz bu chiroyli suhbatdan bahramand bo'laylik. Assalomu alaykum. Toshpo'lat aka, har bir insonni o'zidan-da yaxshi biladigan inson yo'q. Aslida har bir inson o'sha dunyoga kelgandan keyin bir muhim vazifa bilan, missiya bilan keladi. Shu o'rinda men sizni judayam bir ulug' missiya bilan kelgan binokor sifatida bilaman. O'zingizni mana shu tomoshabinlarimizga tanishtirib, shu paytgacha qilgan qanchadan qancha ulug' ishlaringizni, shogirdlaringizni va o'sha ulug' allomalarning hayotini yanada boqiylashtirish yo'lida qilgan xizmatlaringizni aytib bersangiz, marhamat. Men Abdusattor Toshpo'lat Hashimovich 1952-yil tug'ildim. Samarqand oblasi Payariq rayoni Payariq shahrida tug'ilgan. 1968-yildan 71-yilgacha Yangiyer shahridagi gidromelioratsiya texnikumini bitirganman. 80-yillarda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalashtirish muhandislar institutini bitirgan. Ish faoliyatimda 1974-yili Payariq rayon qishloq xo'jaligi boshqarmasining bosh injener irrigatoridan boshlagan. Bu sohada ishlashimga turtki bo'lgan meni qurilishga qiziqqanim bo'lgan. Qurilish sohada juda bir qiziq soha bu. Hamma ishlarni amalga oshirish, ularni natijasini ko'rish menga bo'lgan. Samarqand oblasi Payariq rayonining Poy kanalini betonlashtirishda, Sohibkor sovxozini, yerlariga suv chiqarish, Qoraqalpoq sovxozi, Sotsializm sovxozi, Oqtosh sovxozlariga suv chiqarishda, Moskva kolxozining yarmini Barikar zonasiga, Leningrad kolxozini barpo etishda nasos stansiyalari qurib beriladi. Suv chiqarib, katta qurilish ishlarini amalga oshirganmiz. Qarang, Toshpo'lat aka, suv keltirgan elda aziz deyiladi-da. Suv bilan dunyo obod. Hamma joy ko'kalamzor. Shu o'rinda men hayratda qolaman, sizni bu sohani tanlashingiz bejiz emas. Bu o'sha binokorlik sohalarini aytyapmiz. Lekin har bir joyga o'sha obodonchilik borishdan oldin o'sha muqaddas bo'lmish suv, o'sha yer ko'kni nima deydi, obod qiladigan bir Xudo mo'jiza qilib yaratgan ne'matda. Siz o'sha suv sohasida suvni o'sha obodonlashtirishda endi juda katta ishlar qilgan ekansiz. Bu soha sizga bejizga berilmagan. Lekin sizni tug'ilib o'sgan joyingiz haqida gapirganingizda men aytamanki,
biz uchun aziz bo'lgan dargoh, o'sha Imom al-Buxoriy hazratlarining o'sha biz uchun bugun nihoyatda muqaddas bir ham qadamjoh ham ziyoratgoh bo'lmish o'sha maskan, demak siz tug'ilib o'sgan manzil makonlarga to'g'ri keladida. Rayonimizda joylashgan. Shu o'rinda siz o'sha Imom al-Buxoriy buvamizni o'sha dastlabki bolaligingizdan eslaysiz, o'sha yerda ham qanday suv olib borish masalalarida qanaqadir sizni ham hissalaringiz qo'shilgan bo'lsa kerak. U joylar ham qo'riq joylar bo'lganmi yoki qanaqa joylar bo'lgan? 1985-yili Samarqand suv xo'jaligi trestining 8-chi maxsus mexanizatsiya joylashgan ko'chma kolonnasiga boshliq edim men. Bir kuni ertalab Usmonxon Alimov o'sha ikkinchi muftimiz shu ikkinchi O'zbekiston muftimiz, mufti bo'lganlar. bizni kabinetimga kirib qoldi. Men PMK boshlig'i sifatida u kishini bilan uchrashdim. U kishi kelib menga iltimos qildiki, juda ko'p tashkilotlarga bordim. Imom al-Buxoriy majmuasida katta havuz bor, 5 dona chinor bor. Chinorlar quriyapti, suv o'tkazish imkoniyatini aytgan edim. Bironta PMK boshlig'i zimmasiga ololmadi. Chunki o'sha davrda o'sha masjidlarga kim yordam qilgan bo'lsa, partiyalarni o'chirib ishdan olish to'g'risida qarorlar chiqqan edi. Qo'rqgan ekan ular. Keyin men aytdim, ha, men dedim ertaga boraman. O'sha masjidni ichiga suv olib kirish yo'li joyida turib o'zlashtiramiz, planlashtiramiz. Qarang. Usmon Halimov xursand bo'lib ketdi. Bu kunisiga men borsam kichkinagina yolg'iz oyoq yo'l, ikki taraf 1 metrlik tikan, u yerga kirib bo'lmaydi. Hamma tomon tikan bosib ketgan. Bir 500 metr joyi bordim men. Masjid ichiga kirsam hamma yoq tikan bosib ketgan, qaqrab yotdi, suv kirmagan u yerga, daraxtlar hammasi qurib ketgan. Keyin o'sha yerga kirdim, meni ko'rib u kishi juda ko'zlariga yosh olib men bilan quchoqlashib ko'rishdi. Keyin Imom al-Buxoriy majmuasidagi eng to'rida al-Buxoriy bobomizning qabri bor ekan. Men ham birinchi borishim. Yosh bo'lgansiz, birinchi borishim. Shunda ulug' zot yotganini men ham bilmaganman. O'sha joyda tug'ilib o'sib, qarang. Bilmagan. Keyin bordik, o'tirdik. Keyin u kishi Qur'on tilovat qildi. O'shani ko'rdik. Keyin atrofini aylanib ko'zdan kechirdi. Masjidning ichida kaliy urug'i, fosfor urug'i, selitr urug'larini xaltalanganini hammasini ko'zim ko'rdim. Demak, u paytda qarovsiz tashlab qo'yilgan zamonlar bu. Masjidda ekan, o'sha sovxozga keltirilgan o'g'itlar hammasi shu yerda saqlanar ekan. Keyin masjidga o'tdik, masjidning ichi loyihaga to'lib qolgan. Havuz tagida ozgina ko'lmak suv bor ekan. Chinorlar 5 haqiqatda 5 ta chinor o'sib turibdi. Hozir ham shu chinorlar. Hozir ham shu chinorlar bor. Menga aytishicha o'sha yerlari Usmonxon Alimov aytishicha qarib 500-600 yillik chinor deb menga o'sha axborot berdi. Keyin chiqdik, o'sha yerlarda hamma qilinadigan ishlarni, qayerdan suv olib borilishi kerak, qanday borish kerak, qanday yo'l qilish kerak, hammasini rejalashtirib oldik. Keyin kechqurun planyorka davrida men hamma idora xodimlarimga aytdimki, hammang ertaga shay bo'linglar. Ishchi kiyimida kelasizlar, ketma, bolta, bu lapatka olib kelinglar. Lotok bilan u yerga suv olib kiramiz degan nima. Ekskavatorchilar, kranovchilar, montajchilar hammasini ertalab o'sha yerga muhayyo qildik, bordik. 4 kun davomida u yerda kavlashlarni olib bordik, montajlarni qildik. 5-kuniga suvni havuzga olib kirdik. Havuz ichini tozaladik. Bir yoqdan kirib suv, nariyoqdan chiqib ketadigan qilib, eski ariqqa buraverdik. Toshpo'lat aka, umringiz ziyoda bo'lsin. O'shanday suv o'tgandan keyin u yerda majmuaga kirib chiqadigan yo'lni ham qildik. O'sha yerda tosh to'shab,
grederlarni nima qilib yo'llarni hammasini qilib bitkazdik. Keyin Usmonxon Aliyevim aytdi, uka dedi, endi qarang, uka dedi qancha yo mayli. so'mlik ish Endi bajardingiz dedi. qizig'i shundaki, mayli, u masalalar o'z yo'liga o'sha zamondagi bu mardona harakatlaringiz uchun bizni o'sha bobo kalonimiz, hattoki Makkatullohda, Madina Munavvarada shu haligi nima deydi, u yerga qadam ranjida qilganda ota-onamizdan eshitganmiz, o'zlarimiz ham shu narsaga voqif bo'lganmiz. O'sha Imom al-Buxoriy hazratlarini o'sha nomlarini eshitganda u yoqdagi ehtiromlarni ko'rib hayratda qolganmiz. Shunday ehtiromli zotga hattoki o'sha o'zingizda mardona sa'y harakatlaringiz bilan, ishbilarmonligingiz bilan, qolaversa o'sha mutaxassislik nuqtai nazaridan, yana qolaversa o'sha hashar yo'li bilan o'sha joyni obod qilib, dastlabki obod qilgan insonlarning biri sifatidasiz. Shuning uchun ham bugungi kunda Imom al-Buxoriy bobomizni hozir ziyoratgohlari haqida shunaqa bir qalblarimizda quvonch paydo bo'lyapti-da, ko'rib, eshitib. Bugun demak dastlabki o'sha debocha yo'llarni ochgan bir inson sifatida sizdan hozir faxrlanib, nima deydi, o'sha suhbatlarni eshityapmiz, o'sha kungi suhbatlarni. Siz yana aytdingizki, o'sha hashar yo'li bilan bir pasda yo'lga gullar ekildi dedingiz, tezgina joy obod bo'ldi dedingiz. Shuning uchun bugungi kundagi islohotlar, bugungi kundagi shunaqa chiroyli bir qalbni quvontiradigan, bardavom bo'lsin, bu juda yaxshi ishlardan xursandmiz. Bundan tashqari sizni yana Samarqand shahrida yana katta ulug' joylarni, allomalarimizni, dargoh ularni nima deydi, qadamjolarni obod qilganliklaringiz haqida ham eshitgan edimda. Agar mumkin bo'lsa, shu Samarqand shahridagi ham olib borgan ishlaringiz haqida ham ozgina gapirib bersangiz. Albatta. Samarqand shahrida xotira maydonini qurishda general podrachik bo'lib ishladim. Bebuxonimda general podrachik bo'lib rekonstruksiya qilishda, Suyab bozorini rekonstruksiya qilishda, Chuqur bozorini buzib tashlab, u yerda yangi katta bog' barpo etdi u yerda. Shohizinda majmuasini devorlari atrofiga bog' barpo etishdi. Xo'jay Xizr masjid atroflarini bog' ekib, u yerlarni obod qilishdi. Amir Temur majmuasini atroflarini, devorlarini aylantirib rekonstruksiya qilishdi. Bosh podrachik bo'lib ishladim. Keyin Registon maydonining shoirlar bog'i bor bu yerda. To'g'ri. O'sha shoirlar bog'larini ham Registon maydonining devorlarini, atroflarini hammasini qurishda bosh podrachik sifatida katta qurishlar qildik. Undan tashqari Ibn Sino Rudaki yangi yo'lini, Ko'zzavodni ichidagi yangi bu Ulug'bekka chiqadigan yangi yo'l qurishdi. Yagbitskiy yo'llarini rekonstruksiya qilishdi. Mirzo Ulug'bekni yo'llarini rekonstruksiya qilishdi. Keyin asosan katta mana shunaqangi eski majmualarning qurishida hammasida bizni jamoamiz qatnashgan. Biz xursandmiz undan. Hozirgi mana prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida shu ishlarni biz amalga oshirdik. Bu yerda oblast oblast hokimi Mamariza Nurmurodning katta hissasi bor. Keyin Azamxon Usmonovning katta hissasi bor. O'ktam Barnoyevning yaxshi hissasi bor. Bu keyin Rafikov bor, shahar hokimi ko'p ishladi u yerda. Shularning juda katta hissalari bor. Bizga u kishilar hamma vaqt mana shu kamchiliklarni ko'rsatib, shu ishlarni amalga oshirishdan shaxsan yordam qilib turdilar. Toshpo'lat aka, menda shunaqa bir faxr tuyg'usi paydo bo'lyapti. Hozir biz shunchaki suhbatning ichida o'sha haligi igna bilan quduq qazishdek bir murakkab jarayonlarni sohibi bilan suhbatlashyapmiz shekilli. Men bitta she'rim bo'lardi bir zamonlar yozganda, haligi har bir nima suv qadrini zar qadrini zargardan so'rang, binokordan so'rang bir g'isht qadrini. Demak, bitta g'ishtni o'rniga qo'yilganda bu asrlar osha ketadigan narsa-da. Sizni shu jarayonda haligi nafaqat suv yetkazish, obodonchilik, shunaqa bitta ko'zlarni quvontiradi turadigan, bizni o'sha alloma moziydan kelayotgan juda katta qadriyatlarimiz hisoblanmish.
o'sha dunyoni 7 mo'jizalariga teng mo'jizalar bo'lmish o'sha ulug' maskanlarni obod qilishdagi xizmatlaringizni hozir tasavvur qilib eshitib xursand bo'lyapman-da. Endi shu o'rinda sizni nima deydi? Bugungi kunda ham hali qanchadan qancha balki shogirdlaringiz bordir. Bugungi kunda ham siz qilinayotgan ishlardan bir binokor sifatida, bir ijodkor sifatida qanaqa bir hayratlarga tushasiz? Nima deydi? Chunki har bitta qilinayotgan ish sizlarning ko'ngillaringizdan o'tib turadi. Bu jarayonlar sizga bir nima desam ekan, ilhom bersa kerak, shogirdlaringiz bo'lsa kerak. Nima deydi? Qalbingizda qanaqa fikrlar, biz uchun aytishingiz mumkin bo'lgan bir esda qolgan yoki masalan bugun maslahat beriladigan bir ajoyib fikrlaringiz bor? Albatta, mana hozirgi yoshlarimiz juda gрамотный yigitlar hammasi. Hozir mana internet sohasida juda tez rivojlanib ketyapti. Shogirdlarimiz juda ko'p. Ular ko'plari hozir turar joy binolarini quryapti, yo'llar, ko'priklar va boshqa qurilish ishlarini amalga oshiryapti. Men istardimki, bularga hozir juda oson. Sizlar mashaqqat bilan ishlagansiz. Biz ishlagan vaqtimizda mashina topsa, bu avtokran topolmay qolardik. Avtokran topsak, ekskavator yetishmas edi. Juda mashinalarimizning quvvati juda kichkina edi. Har bitta mashinada ikkita tosh olib keladi. Hozirgi mashinalarimiz 20 tonna, 30 tonna, 40 tonnagacha yuk tashiyapti. Bu bizlar davrimizda juda og'ir bo'lgan qurilish. Hozirgi davrda juda oson. Hozir internet aytilgan narsa aytilgan vaqtda bajarilyapti. Hozirgi shogirdlarimizga men omad tilayman ularga. Bularga ishlash hozir juda oson. Alhamdulillah. Endi Toshpo'lat aka, shunday bir ulug' binokor, quruvchi shu ulug' zot bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz. Shu kunlarda masalan Toshkentda Islom madaniyat markazi bo'lsa, butun jahon ahliga, islom olamiga o'sha madaniyat tarzida agar shunaqa bir buyuk Toshkent shahrida qurilgan shu nima deydi, sivilizatsiya markazini aytadigan bo'lsak, butun O'zbekiston bo'ylab hammamizni faxrimiz bo'ladigan, kelajakda butun islom olamiga xizmat qiladigan o'sha Imom al-Buxoriy bobomizni o'sha majmualari hozir yana ham bir go'zal tarzda chiroy topdi deyilyapti. Shunda endi nima deydi? El yurtimizga, dunyo ahliga, har bitta insonga sizni bir binokor sifatida, shu o'zbekning bir tabarruk o'g'loni sifatida va bir nima desam ekan, shu bobo kalonimizni o'sha ulug' majmualariga dastlabki xizmatlaringizdan singdirib, bugungi kunda o'sha shogirdlar qancha insonlar shu joylarni obod qilganda qalbingizdagi quvonchlar haqida bir fikrlaringizni bilib qo'ysak. Albatta, mana musulmon dinini payg'ambarimiz Muhammad payg'ambarimiz Qur'on keltirib yer yuziga birinchi tushirgan. Alhamdulillah, Alloh taolo. Lekin yer yuziga fan bo'yicha oliy universitetlar, texnikumlar, maktablarga yoyishda Imom al-Buxoriy bog'amizning juda katta hissasi bor. Sahih hadislar. Sahih hadislarning hammasini yaratgan. Qancha ulug' katta shaharlarda bu kishining kitoblari hammasi tarqalgan. Shuni o'qib bugungi kungacha. Shu mana shu o'qib, mana shu eskida o'tgan, mana shularda boy mana shu meroslarning hammasini o'rganyapti. Imom al-Buxoriy bobomizni mana shu bizni Payariq rayonini, bizni yerimizda qabri turibdi. Men shundan xursandman. Bunda faxr, bunda iftixor. Payariq rayonining faxri, O'zbekistonning faxri. O'zbekistonning faxri, qolaversa yer faxri bor. Qarang, shunday ulug' zot. Shunday bobomiz borligidan men xursandman. Alhamdulillah. Chunki Alloh o'ziga bizni banda qilib, payg'ambarimiz alayhissalomdek tabarruk zotga ummat qilib, Imom al-Buxoriy bobomizdek zotlarni dunyoga keltirib, shu ulug' zotni sahih hadislarini dunyoga yoyib va shuni bizga dasturul amal qilib, yana biz shunday manzil makonlarda tavallud topib, bu diydor sizni bizga Allohning bir mukofoti inoyat sifatida bilamiz. Toshpo'lat aka, bu diydor uchun Allohga hamd sanoy shukronalarimiz. Endi el yurtimizga qutlug' tilaklaringiz
va bu diydor uchun, bu suhbat uchun Allohga hamd sano shukronlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga durud salovatlar. Shu jannat makonimiz yanada gullab yashnasin, yer yuziga, jumla jahonga Allohdan mukofotlar yog'ilsin. Va bu yo'lda shogirdlaringizga, o'zingizga va mana shu qutlug' duolar ila hozir ham haligi g'ayrat, shijoatlar bilan sizni qanchadan qancha ijodiy jarayonlarda biz taniymiz. Bugungi diydor uchun tashakkur. Endi qutlug' tilaklaringizni bildirib qo'ysangiz el yurtimizga. Albatta prezidentimiz Shavkat Miromonovning tashabbusi bilan u kishining yaxshi o'zining tavsiyalari bilan Imom al-Buxoriy majmuasining atrofida o'sha yerga yaqin joyda juda islom sivilizatsiyasining hamma sohasi bo'yicha ilm oladigan katta universitet ochildi. Hozir shu yerda olimlarimiz hammasi o'sha yerda dars olib boryapti. Yer yuzimizdagi hamma katta musulmon davlatlardan olimlar kelib o'qib, shu yerda o'rganib, shu yerda kengaytirib, mana hozir mana shu Imom al-Buxoriy majmuasi qaytadan mana qurildi, mana yaqinda ishga topshirildi. Biz undan faxrlanamiz. Yer yuzidagi hamma musulmon davlatlari endi kelib ziyorat qiladi bu yerda. Ilohim, qarang. Men aytamanki, insoniyat tamaddunida, bu tariximizda o'sha Imom al-Buxoriy bobolarimizni eslaganda, o'sha Jahongir bobolarimiz, o'sha Amir Temur bobolarimizni qarang, bu qanaqa jannat makon. O'sha haligi 1-chi, 2-chi, 3-chi nima deydiki, shu haligi rivojlangan bir dunyo olamida bir buyuk dunyo tamaddunida buyuk bir maqomga ega bo'lgan yurtimizda shunday ulug' zotlar bo'lgan. Bu yurtda ulug' zotlar, allomalar, odil shohlar bo'lgan. Hatto mana bugungi shu el yurtimizga xizmat qilib o'tgan Sharof Rashidov buvamizni e'zozlaymiz. Birinchi prezidentimiz u kishini e'zozlaymiz va ularni mana shu el yurtimizga fidoyilik ko'rsatayotgan bugungi o'sha rahnamo aziz zotlarimizni, u zotlarni mana shu yo'lda dunyo ahliga, islom olamiga, el yurtga, jumla jahonga xizmat qilayotgan har bitta insonlarni Alloh aziz qilsin, e'zozlasin. Mana bitta she'rim borda, O'zbekning o'g'lonlari degan. Shu yerda mana aytkim kelib qoldi-da. Men faxrlanaman. O'sha odam ota momohamizdan boshlab hozirgacha qanaqa ulug' zotlar bu bizni olamimizda, o'zbek olamida yetishib chiqqanda. Shuning uchun o'sha o'g'lonlarim, bugungi o'g'lonlarim, kelajak o'g'lonlarim shu Turki Turonning buyuk iftixori bo'lmish o'zbek o'g'lonlarida. Alloh marhamati, mehribonligi va izni bilan tabarruk azizlarim, dilkash qaro ko'zlarim, xushfe'l yorug' yuzlarim, o'zbekning o'g'lonlari, o'zbegim o'g'lonlari, har biri o'ziga xos, odam atodin meros, alpomushday olg'abos, o'zbekning o'g'lonlari, o'zbegim o'g'lonlari. Umringiz uzoq bo'lsin, ekkaningiz bog' bo'lsin, vatan orqa tog' bo'lsin, o'zbekning o'g'lonlari, o'zbegim o'g'lonlari. Shu bir ulug' O'zbekistonning ulug' o'g'loni sifatida sizga ta'zimlarimiz, tashakkurlarimiz, Allohdan mukofotlar yog'ilsin. El yurtimizni gullab yashnashda yanada oliy maqom darajalarda xizmatda bo'lib, shogirdlaringizga el yurtda xizmatda bardavom bo'lsin bu yaxshiliklar. Alloh yaxshiliklar bilan siylasin. Rahmat sizga. Siz bizga, el yurtimizga, hammaga gullab yashnayotgan vatanimizga, jumla jahonga Allohdan yaxshiliklar tilaymiz. Ijod ahliga, binokorlarga, har bir insonga, o'sha otaxonlarga, onaxonlarga, onalarga, otalarga, farzandlarga, zurriyotlarga shunday aziz yurtimizni e'zozlab yashash, ijod qilmoq va bu go'zal vatanni, jumla jahonni yashnatish har birimizga, zurriyotlarimizgacha haqning inoyati va mukofoti bo'lsin ilohim. Rahmat. Salomat bo'ling. Ilohim yaxshi kunlarda diydorlar nasib qilsin sizga azizlar. Rahmat.